إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli o'rgangich qarindoshlar, darsimizningki oxirini davomlashtiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hozirgi darsimizda o'rganmoqchi bo'lgan muhim nuqtalar a'uzu va bismillah haqida, bularningki siyg'alari va ularningki o'qilish yo'llari haqida to'xtalamiz. Birinchi qilib so'zlaydiganimiz a'uzu, ya'ni a'uzu billahi minash shaytonir rojim bilan boshlash. A'uzu billahi minash shaytonir rojim bu cümlenin ma'nosi a'uzu, ya'ni Allah subhanahu wa ta'alaga, Allah subhanahu wa ta'alani sig'inib turib, ya'ni iltijo, elteji'u degan ma'nosi bor. Ya'ni iltijo qilaman, Allah subhanahu wa ta'alaga yalvurman degandek ma'nolar bo'ladi. Ya'ni minash shaytonir rojim, ash-shaytonir rojim deganda bu chaqda ya'ni halok bo'lguchi, Allah subhanahu wa ta'alaning rahmatidan qo'g'languchi, qo'g'landi shayton. Shaytonning vasvasasidan panoh tilayman degan ma'noni bildirdi. Yani a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yani ma'nosi Allah subhanahu wa ta'alaga sig'inaman, ya'ni yalvurman, yalvurib turib, yani Allah subhanahu wa ta'alaga iltijo qilib turib, ya'ni halok bo'lguchi shaytonning vasvasasidan panoh tilayman degan ma'noda. Bu a'uzuninki ikki xil siyg'asi bo'ladi. Birincisi a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Mush şekilde desek mi bo'ladi? Yani mush şekilde Kur'an o'qimoqchi bo'lsak, mush şekilde başlasak mı bo'ladi? Yani bir siyg'asi a'udhu billahis sami'il alimi minash shaytonir rojim. As-sami'il alim degan sifatni qatimiz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Muş şekilde desek bo'ladi. Yani bu ikinci siyg'aninki ma'nosi, yani hammani bilib turguchi, anglab turguchi Allah subhanahu wa ta'alaga sig'inib turib, yani qo'g'landi shaytonning vasvasasidan panoh tilayman degan ma'noda bo'ladi. Bu a'uzu, yani a'uzuninki hükmü mustahab. Yani a'uzuni qiraatni boshlamoqchi bo'lgan chog'imizda a'uzuni deyishimizning hukmi mustahab bo'ladi. Bu a'uzuninki, yani shaytondan panoh tilish, shaytondan panoh tilishninki holatlari necha xil bo'ladi? Birinchisi ovozliq deyish, ikkinchisi ovozsiz deyish. Yani biz bazı vaqtlarda a'uzuni ovozliq deymiz. Yani başqalar angliqdek deymiz. Yani bazı vaqtlarda ovozsiz deymiz. Yani qanday vaqtlarda ovozliq deymiz desanglar, tuvandagidek 3 xil holatda ovozliq deymiz. Masalan, o'g'inish so'ralari. Masalan, biz hozirgidek, masalan, men shu a'uzu ne to'g'ri o'g'itishni maqsad qilgan bir o'g'inish so'rani bo'lgan bo'lsa, yoki sinflarda yoki ustoz bilan shogird o'tirsidagi o'qitish ishlarida a'uzuni biz ovozliq deymiz. Ya'ni o'g'itish uchun a'uzu billahi minash shaytonir rojim deb mush bo'yicha talaffuz qilsan deb o'qitishlar bo'lsa, a'uzuni biz ovozliq deymiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi jamoat so'ralari. Ya'ni biz shu Qur'on o'qimoqchi bo'lsak, bu sorunda başka adamlar bor. Yani a'uzuni desek başka anglag'uchilar bor bir sorun bo'lib qolib qolsa, biz o'xshashlar a'uzuni, ya'ni ovozliq deymiz. Başqalarning anglish uchun a'uzuni biz ovozliq deymiz.
Üçüncü xil ahval biz yanalam o'qu o'qitish, ya'ni bir qiroat so'ralari bo'lgan bo'lsa, mus so'rinda biz ret tartib bo'yicha o'qiydigan bir ahvollar bo'ladi. Masalan 5-6 odamdan tarkib topgan bir o'rganish so'rini bo'lgan bo'lsa, o'qish so'rini, ya'ni tilovat so'rini, o'shanda birinchi kishi, ya'ni bu shu qiroatni boshlaydigan tunji kishi a'uzuni sirtida, ya'ni ovozliq deydi. Chunki bu chaqda atrofida anglaydigan boshqa kishilar bo'ladi. Boshqalarning anglish uchun, ya'ni bu tunji qitim boshlagan bo'lganlik uchun a'uzuni ovozliq deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. deb aytgandan keyin boshqa ya'ni o'qimoqchi bo'lgan surani boshlaydi. Demak, shu 3 xil ahvolda biz a'uzuni ovozliq deymiz. Unda bo'lsa qanday o'rinlarda ovozsiz deymiz desanglar, birinchisi namozda. Ya'ni namoz o'qigan chog'imizda biz qiroat qilamiz. Qiroat qilgan chog'imizda a'uzuni biz ishimiz deymiz. Ishimizda ovozsiz deymiz. Undan keyin keyindagi suralarni o'qiymiz. Demak, birinchisi namozdagi vaqtda a'uzuni ichimizda, ya'ni ovozsiz deymiz. Uchinchisi o'zimiz yolg'iz. O'zimiz yolg'iz tilovat qilmoqchi bo'lgan chog'imizda, ya'ni atrofimizda anglag'uvchilar yo'q sharoitda a'uzuni biz ishimiz deymiz. Uchinchi, qiroatni tunji boshlagan kishi emas, boshqa kishi bo'lib qolsa, biz boya deganimizdek, masalan, o'rganish so'rini, ya'ni bir tilovat so'rini bo'lgan bo'lsa, tunji kishi, ya'ni shu qiroatni boshlaydigan tunji kishi, ya'ni birinchi ratda o'tgan kishi a'uzuni teshidi deydi, ya'ni ovozliq deydi. Shundami? Uningdan boshqalari navbat bo'yicha kelgan chaqda a'uzuni ishchidi deydi. Demak, shunda 3 xil ahvolda ovozliq deymiz, 3 xil ahvolda ovozsiz deymiz. Hamda mayada bir eskartish va diqqat qilsanglar, agar bir narsa yeyish yoki boshqa bir ish bilan qiroatga munosabatsiz boshqa bir ish bilan bu qiroat to'xtab qolgan bo'lsa, biz a'uzuni bu chaqda yana qayta o'qiymiz. Qayta o'qiymiz. Unda bo'lsa, ikkinchi qilib bismillah, ya'ni basmala deymiz. Bu bismillahirrohmanirrohim deyishni ko'rsatadi. Ya'ni basmala. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning kalomini, Qur'oni Karimni bismillah bilan boshlash. Basmala deymiz. Bismillahirrohmanirrohim ne ko'rsatadi. Buning ma'nosi hammamiz bilamiz, nihoyat shafqatli va mehribon. Alloh subhanahu va taolaning nomi bilan, ismi bilan boshlayman degan ma'noda bo'ladi. Buningki o'qilish ahvollari qanday bo'ldi? Ya'ni buningki hukmi, holatlari qanday bo'ldi desak, bu 3 xil ahvolda bo'ladi. Ya'ni bismillahni suraning 5ida sura 5'i. Sura 5'ida bismillah deyishninki hukmi cho'qim, ya'ni bu chaqda biz vojib bo'ladi, cho'qim deymiz. Ya'ni sura tavbadan boshqa. Bu yerda sura tavbadan boshqa barliq suralarni o'qigan chog'imizda biz bismillahni cho'qim deymiz. Cho'qim deymiz. Faqat sura tavbada demaymiz. Ikkinchisi sura o'tirisda. Sura o'tirishda bismillahni damdoq demamdoq desanglar, bu chaqda o'quvchi, ya'ni Qur'on tilovat qiluvchi o'zining ixtiyoriga bog'liq bo'ladi. Biz masalan suraning 5'idan boshlamay, o'tirisdan, masalan innallazina kafaru deblam sura Baqaraninki boshqa taraflaridan boshlamoqchi bo'lsak, bismillahni tilovat qiluvchi o'z ixtiyorligida desin bo'ladi, demasin bo'ladi. Ikkinchisi, 2 surani ulab o'qigan chaqda bismillahni cho'qim deymiz. Cho'qim deymiz. Ya'ni masalan biz sura Falaq bilan sura Nasni o'qimoqchi, keyindan. Sura Falaqni tugatib bo'lgandan keyinlar, masalan sura Nasga o'tmoqchi bo'lsak, bu chaqda 2 surani o'tirisida biz bismillahni yana cho'qim deymiz. Buni yana faqat sura Anfal bilan sura Tavba bu ikkisi yani o'xshamaydi. Bu ikkisini ulab o'qigan chaqda, bu 2 surani ulab o'qigan chaqda bismillahni demaymiz. Masalan sura Anfalning oxirini o'qidik. Sura Tavba, ya'ni Baroa deb boshlamoqchi bo'lsak, bu 2 surani o'tirisida bismillahni demaymiz. Boshqa suralarda
Boshqa orqadan kelgan ikki surani ulab o'qimoqchi bo'lsak, biz bismillahni cho'qim deymiz. Bu shundoq 3 xil ahvol bo'ladi. Unda bo'lsa qarindoshlar, a'udhu, ya'ni shaytondan panoh tilash va bismillah. Bu shu ikkisi bilan birga bir surani boshlash. Ya'ni bunda boshlagan chog'imizda qancha xil yo'l bor desanglar, buningda 4 xil qoida bor. 4 xil yo'l bo'yicha boshlaymiz. Boshda a'udhu, undan keyin bismillah, yana bir sura. Yana bir sura. Mushu 3ni qanday ulaymiz? Ya'ni buningda qancha xil yo'l bor desak, buningda 4 xil yo'l bor. A'udhu, bismillah va bir suraning 5i. Qaysi sura bo'lishiga nazar, ya'ni bir suraning 5i. Buningda 4 xil usulda o'qishga bo'ladi. Birinchisi mana bu shaklda nayt uchiq, nayt tushunishli qilib yozilgan, hamda shuni qarasak, birinchi xil usul ulash va ulash. Ulash va ulash. Degan chog'imizda ulash deganimiz birinchi ulash mana bu a'udhu bilan bismillahni o'tirsini ulab deyish. Ya'ni bu to'xtamaslikni ko'rsatadi. To'xtamaylam ulash. Ya'ni men ikkinchi ulash deganda bismillah bilan biz o'qimoqchi bo'lgan keyindagi suraning 5ini qo'shaplam deyish. Ya'ni ulash degan har ishga to'xtamaslik degan gap. Masalan, men a'udhu, bismillah, undan keyin sura Fatihani o'qimoqchi bo'lsak, alhamdu. Buni biz birinchi xil ulash va ulash degan shaklda qanday o'qiymiz desanglar, buni masalan manda o'qiymiz. Masalan, buni bir nimasini bir ko'rsatib beraman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Demek ulash. Ben her şeyle toxtamaylam okudum bu yerda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ulaplam okuş. E'udhu, bismillah ve surenin 5'i. Toxtamaz, mana şu birinchi xil shakli, mana shunda o'qsaqmi bo'ladi. Bu birinchi xil usul. Endi maya diqqat qilish nuqta, Bismillahirrahmanirrahim dedik. Alhamdu. Sura Fatiha'nın 5'i. Bunu ulab o'qigan chog'imizda ma bu mim, ya'ni ar-rahim degan kalimadagi sokinlik unimi. Ma mimni zir holat keltiramiz, zir holat keltiriblar mavadagi hamzatul vasl. Ya'ni ulaq hamza deymiz, qaytib o'tamiz, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu desak bo'lmaydi. Bismillahirrahmanirrahim, milhamdu. To'g'risi, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi. Çünkü ulaq hamza aşında vaqtda tushib qoladi. Ar-Rahim, alhamdulillahi robbil alamin. Shuni o'qiymiz. Mushaga diqqat qilsak bo'ladi. Bu birinchi xil ulash va ulashdan iborat, bu birinchi xil usul shakli, shunda bo'ladi. Ikkinchisi uzish va uzish. Ya'ni a'udhu bilan bismillahni o'tirsida to'xtaymiz, uzish deganimiz. Undan keyin bismillah bilan suraning 5'ida yana bir to'xtaymiz. Baştakininki aksi bu. Demek her işkiliye toxtayımız. Mesela Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Toxtab, her işkiliyede biz toxtab. Nefes to'xtagandan keyin, nafas olgandan keyin undan keyin to'xtaymiz. Bu yerdagi to'xtash nafas bilan to'xtashni ko'rsatadi. Nafas. To'xtab bo'lib, nafas olgandan keyin undan keyin. A'udhu billahi minash shaytonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Demek bu ikinci usul uzish va uzish degan usul mana shu. Uchinchi xil shakli ulash va uzish. Ya'ni ulash degan chog'imizda a'udhu bilan bismillahning o'tirisida ulaymiz, ya'ni to'xtamaylam ulab o'qiymiz. Uzish degan chog'imizda bismillah bilan sura 5'i o'tirisida bu yerda to'xtaymiz. Masalan, bu shakli bunda bo'ladi. Masalan, tuvandagidek bo'ladi. Mana ulk ko'rsatib berma.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم to'xtadik Elhamdülillahi Rabbil alamin. Demek bu şekilde biz ulaş ve uzuş. E'udhu bismillah otursun uludik. Yani to'xtamadik. Bismillah bilan sura 5ni degan chaqda bismillahdan keyin bu yerda to'xtadik. Ya'ni nafas elib o'tgandan keyin yangi surani, ya'ni o'qimoqchi bo'lgan surani boshlaymiz. 4-xil usul uzush va ulash. Ya'ni ma 3-xilninki aksi altida bo'ladi bu. A'udhu bismillah o'tirishda to'xtaymiz. Bismillah bilan sura 5ni o'qigan chaqimizda ulab o'qiymiz. Masalan bu uzush, birinchisi uzush. Uzush degan chaqimizda A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Uzdoq. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Uludoq. Demek uzush ve ulash. A'udhu bismillah o'tirisida to'xtadik. Bismillah bilan qaysi sura bo'lishiga qat'iy nazar biz o'qimoqchi bo'lgan surani ulab o'qidik. Demak, mana shu birinchi ulash, ikkinchisi uzush, uchinchi ulash, uzush, to'rtinchisi uzush, ulash. Tani iborat shu 4 xil shakl bo'yicha o'qisak, hammasi joiz bo'ladi inshaalloh, hammasi to'g'ri bo'ladi. Unda bo'lsa, mayada bir eskartish va buningga alohida diqqat qilmasak bo'lmaydi. Sura Tavba bularning sirtida. Sura Tavba. Yani sura Tavba nimishqa bo'lgan sirtida degan chaqimizda sura Tavbada bismillahni demaymiz. Bismillahni deyishga bo'lmaydi. Yani Bismillahirrahmanirrahim baroatun. To'g'ri manda o'qish xato bo'ladi. Yani sura Tavbaning beshida bismillahni demaymiz. Chunki bu surada urush oyatlari nayt ko'p, yani qilich oyatlari degan oyatlar bor. Shunga bu surada bismillahni demaymiz. A'udhu bilan boshlashqa durust, yani a'udhu bilan boshlasak bo'ladi. A'udhu bilan. Yani bu chaqda a'udhu bilan sura Tavba, yani baroa boshlashda ikki xil usul bo'ladi. Birinchisi uzush. Yani a'udhuni deb bo'lib bir to'xtaymiz, keyindan sura baroa, yani sura Tavbaning boshidan boshlaymiz. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. To'xtab o'tgandan keyin baro'atun minallohi va rasulih. Manda boshlasak bu birinchi xil shakli shunday bo'ladi. Ikkinchisi ulash, ya'ni a'udhu bilan sura Tavba ikkisini ulab deymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim baro'atun minallohi va rasulih. Bu shaklda o'qisak bo'ladi. Birinchisi uzush, a'udhuni deb bo'lgandan keyin to'xtab nafas elib o'tgandan keyin baro'a deb boshlaymiz. Ikkinchisi ulaymiz. To'xtamaylar ulablamamiz. Demak, shu sura Tavbaninki o'qilishi, ya'ni a'udhu bilan boshlash shakli shunda ikki xil bo'ladi. Sura Tavbaning beshida bismillahni demaymiz. Unda olsa biz ikki surani ulab o'qimoqchi. Masalan biz mayli sura Fatiha bilan bo'lsin, mayli sura Baqarani yoki bo'lmasa sura Falaq bilan sura Nas. Qaysi sura bo'lishiga qat'iy nazar ikki surani ulab o'qimoqchi bo'lganda qanday o'qiymiz? Ya'ni a'udhu va bismillah ne qanday deymiz? Qancha xil usulda deymiz? Mushu haqda to'xtalamiz. İkki surani o'tirsa bismillah deyishninki 4 xil qoidasi bo'lib, bularning ichida 3 xili to'g'ri, ya'ni joiz. Birisi, deb qolgan birisi joiz emas, ya'ni xato usul, ya'ni cheklangan. Unda bo'lsa biz boshda 3 xil to'g'ri, ya'ni joiz yo'lni deb o'taylik. Birinchisi ulash. Mayada diqqat qildigan yana bir masala a'udhu dedik. Bu ikki surani o'lgan chaqda a'udhu demaymiz. Ya'ni ikki sura o'tirisda a'udhu bo'lmaydi. Masalan, va lam yakul lahu kufuwan ahad deb biz sura Ixlosning oxirini deb bo'lib, undan keyin
sura falaqni boshlamoqchi bo'lsak, bu yerda a'uzu demaymiz. Yani a'uzu billahi minashshaytonirrojim. Qul a'uzu bi robbil falaq deb bundan boshlasak bo'lmaydi. Ikki sura o'tirsida a'uzu deyilmaydi. Demak, bismillah deyiladi. Unda bo'lsa, a'uzuni chiqarib o'tdik, bismillah keldi. Ikki sura o'tirsida ulab o'qigan chaqda bismillah deymiz. Buningki tuvandagidek 4 xil shakli va buningki 3chi to'g'ri, ya'ni qilib qolgan birisi cheklangan, ya'ni to'g'ri emas, joiz emas shakli. Bu to'g'risininki birinchisi ulash. Masalan biz misol qaraydigan bo'lsak, sura fil bilan sura Quraysh ne qanday ulaymiz? Mushiniki misol, mana mush misol qaraydigan bo'lsak, sura filning oxirisi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Uningdan keyin bismillah, uningdan keyin sura Qurayshninki 5i. Yani ulash degan chog'imizda sura oxiri bilan bismillah ikkisini ulaymiz, to'xtamaymiz. Ikkinchi ulashda bismillah bilan keyingi surani ulaymiz. Har ikkilisida ulaymiz, to'xtamaymiz. Masalan, men qaraydigan bo'lsak, faja'alahum ka'asfim ma'kulin bismillahir rohmanir rohim liilafi Quraysh. Mana shunda to'xtamaymiz, to'xtamagan chaqda mayada diqqat qilsanglar, faja'alahum ka'asfim ma'kul degan chaqimizda mushada bir ahkam biz o'rganib o'tgan, ya'ni sakinlik nun va qo'sh harakatlar, ya'ni tanvinninki ahkamlarini o'tgan chaqda mushada bir hukm bor, ya'ni bir mushada bir qoida bor. Bu qoida iqlob, ya'ni o'zgartish. Shu qoidaga amal qilgan asosda bo'lamiz. Ya'ni ma'kul degan chaqimizda ma'kulin. Shundaymi? Ma'kulin. Tanvin keldi, tanvindan keyindan bismillahni qo'shib o'qigan chaqimizda bu yerda ba keldi. Demak, bu yerda iqlob. Ya'ni nun sakini bilan tanvinninki qoidalardan bo'lgan iqlob bo'ladi. Mush iqlobni amal qilgandan keyin iqlobga, undan keyin oxirgi o'timiz. Masalan, faja'alahum ka'asfim ma'kulin bismillahir rohmanir rohim liilafi Quraysh. Mush shaklda ulab o'qiymiz. Demak, birinchi ulash degan shakl shunda bo'ladi. Bundan bo'lsa, ikkinchi shakl uzish. Ya'ni sura oxirining bilan bismillah o'tirishda bir qatim to'xtaymiz. Nafas elib o'tgandan keyin bismillah bilan yangi sura o'tirishni bu yerda to'xtaymiz. Ya'ni sura oxiri bilan bismillah o'tirishda to'xtaymiz. Bismillah bilan yangi sura o'tirishda to'xtaymiz. Uzish. Shunga diqqat qilsak bo'ldi. Masalan, faja'alahum ka'asfim ma'kul bismillahir rohmanir rohim liilafi Quraysh. Mush shaklda bo'ladi. Demak, ikkiliyada nafasni uzib, nafas elitib to'xtagandan keyin, nafas elitib undan keyin davomlashtiramiz. Uchinchi xil shakli uzish va ulash. Ya'ni sura oxiri bilan bismillah o'tirishda to'xtaymiz, nafas elib o'tgandan keyin bismillah bilan keyindagi o'qimoqchi bo'lgan yangi surani ulab o'qiymiz. Masalan, faja'alahum ka'asfim ma'kul bismillahir rohmanir rohim liilafi Quraysh. Mush shaklda bo'ladi. Demak, uzish va ulash degan shakl mush bo'yicha bo'ladi. Demak, hozirda 3 xil joiz, ya'ni to'g'ri bo'lgan boshlash usuli mushunda. Mushu 3 xil bo'ladi. To'rtinchisi, ya'ni cheklangan. Mana burada biz alayda xato belgisini qo'yib qo'ydik. Mana bu xato. Ya'ni ulash va uzish. Sura oxiri bilan bismillahni ulash. Undan keyin bismillah bilan biz o'qimoqchi bo'lgan yangi suraninki 5ini o'tirishda mishada to'xtash, ya'ni uzib o'tishniki bu xato bo'lganligini mana mishada biz ifodalash uchun xato belgisi qo'yib qo'ydik.
Masalan, men misol qaraydigan bo'lsak, sura Ma'un, undan keyin bismillah, undan keyin keyingi sura Kavsar. Shuni uchni o'qimoqchi bo'lsak, va yamna'unal ma'un, mayad to'xtamay, masalan, to'xtamaylar, ulash. Wa yamna'unal ma'un bismillahir rohmanir rohim. İnna a'taynakal kavsar. Mana mafsul xato usul. Ya'ni joiz emas. Chunki biz bismillahni oldidagi suraning oxiriga ketib qo'ysak, bu xud bismillah xuddi oldidagi suraninki bir oyatidek tushuncha berib qo'ydi. Shunga bismillahni biz keyingi suraning 5-iga olamiz, Chunki mishada bir xatolik yuz berdi. Demak, mana 4-usul ulash va uzishdan iborat bir usul joiz emas. Ya'ni durust bo'lmaydi.